Azlar hatto ibodat masalalarida ham ana shu Alloh bergan ne'matlarda isrof qilmaslikka, undan to'g'ri foydalanishlikka payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyuradi. Imom ibn Majah rahimahulloh rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tahorat olayotganda suvni ko'proq ishlatayotgan bir sahobiy ikromga shundoq ta'kid berdilarki, oqar daryodan bo'lsa ham tahorat olayotganda suvni isrof qilma dedilar. Sen suvni ko'proq ishlatayotgan sahoba ikromga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam suvni isrof qilmagin dedilar. Hozir biz tahoratxonada katta ochib qo'yib tahorat qilayotgan odamga aka sen suvni ozroq ochib oling, isrof qilmang desa g'alati qaraydi. Aslida bu har bir mo'min musulmon insonni bo'lishi. Alloh taolo buyurgan ibodatda farz bo'lgan mana shunday ibodatlarda, tahoratlarda isrofgarchilikka yo'l yo'q ekan, azlar boshqa ishlarimizdagi isrofgarchiliklarimizga bir qarab qo'yaylik. Boshqa gunoh ishlarga mablag' sarflayotgan, vaqt sarflayotgan, o'zini ko'rsatish, riyo uchun, Allohning aytganini emas, insonlarning gapidan qo'rqib, shu isrofgarchilikka yo'l qo'yayotgan, to'ylardadir, boshqa marosimlardadir, Allohdan qo'rqish kerak.